Zo'r yoqdi, men bunchalik kutmagandim. Chiroyli bo'lib ketishini. Xo'p, azizlar, assalomu alaykum. Bugungi ish kunimizni choqqolish bilan boshladik. Bemorimizga bir hafta oldin chap tomonlama yuqori qovoq tozini korreksiya qilganmiz. O'ng tomonlarida estetik blefaroplast o'tkazganmiz. Azizlar, oldingi natija bilan solishtirib ko'rishlaringiz mumkin. Juda ham chiroyli natija bo'lgan. Xo'sh, bu operatsiyaning eng yaxshi tomoni bemor birinchi navbatda o'ziga bo'lgan ishonchi ortib, psixologik travmalardan qutuladi. Bu narsa ham to'g'risi bemorlarga juda katta psixologik travma olib keladi. Xo'sh, natijaga qaytamiz. Natijani ko'rishlaringiz mumkin. Ikkala ko'zimiz ochilishlari bir xil bo'lgan. Yumamiz. Yumganda ham ko'zlari to'liq yumilyapti. Ochamiz. Xo'sh, buni ochilishlari ham skladkalarga e'tibor bersalar juda chiroyli bo'lib shakllangan. Xullas, natijaga o'zlaringiz baho berasizlar. Qanday? Natija o'zingizga yoqdimi? Zo'r yoqdi, men bunchalik kutmagandim. Chiroyli bo'lib ketishini. O'zimga yoqdi. O'zingizga yoqdimi? Sizga yoqqandan xursandmiz. Azizlar, bizlarni kuzatishda davom etingizlar.